Assalomu alaykum. Bugundan boshlab trading bo'yicha Smart Money darslarimizni boshlaymiz. Sizlar bilan Miraziz Ahmedov. Xo'p, bugungi darsimizning rejasi kripto valyuta nima, kripto halolmi, qanaqa texnika kerak bo'ladi, qancha vaqt ajratish kerak, qanaqa savdo qilinadi, o'rganishga arziydimi yo'qmi, keyin pochta ochish, PDF reader o'rnatish, TradingView o'rnatish va uni sozlash bo'yicha darsimiz bo'ladi. Darsimiz cho'zilishi mumkin, 1 soatdan oshib ketishi mumkin. Asosan kirish qismi vaqtni oladi, keyin esa praktik ishlashga o'tamiz. Bu dars kimlarga mo'ljallangan? Agar yaqinlaringiz bo'lsa, ish qidirayotgan odamlar bo'lsa, kasb hunaridan qoniqarli pul topmayotgan odamlar bo'lsa, tavsiya qilsanglar bo'ladi. 15 yoshdan boshlab fahmlay oladi bu sohani. 15 yoshdan to 65-70 yoshgacha ham o'rgansa bo'ladi. Hop, birinchi to'xtaladigan savolimiz kripto nima? Kriptovalyuta bu elektron pul. Xuddiki kabi перечислениyaga o'xshagan. Misol uchun oldin web moneylar bor edi, elektron pullar. Xuddi shuni davomchisi. Faqat buni paydo bo'lishi shunaqa bo'lganki, A nuqtadan B nuqtaga pul o'tkazish uchun birinchi bo'lib buni kashf qilishgan. Kashf qilishdan maqsad hech kimga bog'liq emas bo'lgan pul tranzaksiyasini kashf qilish bo'lgan. Ya'ni siz mana O'zbekistondan Amerikaga yoki Amerikadan O'zbekistonga $100,000 o'tkazadigan bo'lsangiz, TRG20 setidan o'tkazsangiz, misol uchun $1 xizmat haqi qoladi. Agar siz bank orqali Zolotaya Koronadan o'tkazadigan bo'lsangiz, $100,000 ga olib qoladigan summasi $900. Ya'ni hozirgi kunda kriptovalyutaga katta banklarni, katta organizatsiya, davlat organizatsiyalarining qarshi chiqishining asosiy sababi bankka ish qoldirmaydi bular. Ya'ni xohlagan yurtingizga 1 minutda pulni o'tkazishingiz bu ancha-muncha banklarni ishsiz qoldiradi. Sababi $900 to'lagandan ko'ra $1 to'lash baribir odamga yoqadi. Agar siz trading bilan shug'ullanmagan taqdiringizda ham, bu biznes bilan shug'ullanmagan taqdiringizda ham shunchaki kashilov ochib qo'yib, ya'ni birjaga a'zo bo'lib, verifikatsiyadan, ya'ni pasportlaringizni tasdiqlatib qo'yib, a'zo bo'lib qolsangiz, yer yuzini barcha qit'asiga pul jo'nata olasiz. Bo'lib ham 1 minutda yetib boradi. O'sha 1 minutda yetib boradigan xizmatni paydo qilinganligi o'sha kripto setda paydo bo'lgan, ya'ni tranzaksiyalar uchun. Endi kriptovalyutalar 4000 dan ziyod kriptovalyuta bor. 4000 donadan ziyod kriptovalyuta bor. Ya'ni hammasi har xil xizmat ko'rsatadi. Kimdir pul o'tkazish bo'yicha, kimdir internetni rivojlantirish bo'yicha, kimdir o'yinlarni rivojlantirish, har xil xizmatlar ko'rsatiladi va shularni aksiyaga o'xshab o'zini coin'i, ya'ni coin degani puli kriptovalyutasi bor. Ana o'sha kriptovalyutasini biz savdosi bilan oldi-sotdisi bilan biz daromad qilamiz. Kriptovalyutani hozirgi kunda ustuvorligi, uni global ehtiyojligi va tezligi. Misol uchun siz bankka borib, Zolotaya Koronaga ochirib turib, yarim soat yo'qotib, unga qog'ozlarni to'ldirib, pasportlaringizni ko'rsatib, keyin jo'natganingizdan keyin u odamga xabar yuborasiz, u odam xabar olgandan keyin bankka borib ola oladi. Qancha vaqt yo'qotiladi va qimmatga ham tushadi. Uni o'rniga misol uchun kriptovalyuta bilan yuborsangiz, u odam plastikaga, birjadan plastikaga yuboradi, plastikdan yechib oladi. Bu muammosiz. Ikkinchisi anonimlik, ya'ni ustuvorlik tomonlari. Kim kimga pul o'tkazayotganligini hech kim xabar topmaydi. Hattoki DXG ham. Ya'ni hozir siz O'zbekistonda turib, Afrikaga yordam puli ham jo'nata olasiz. Misol uchun hozir quduqlar qurishyapti, masjidlar qurishyapti. Keyingisi hamma yubora oladi. Ya'ni telefoningizda xoh Android bo'lsin, xoh iOS bo'lsin, Binance-mi, Huobi-mi, KuCoin-mi biron bir birjani yuklab, unga a'zo bo'lsangiz, bo'ldi. Keyin siz bemalol unga pul solib, istagan hududingizga jo'nata olasiz. Bu jo'natishlar haqida gap ketyapti.
Keyingisi xavfsizlik. Xavfsizlik deganda anonim bo'lishligi o'sha xavfsizlik. Ya'ni 1 minutda boradi, hech kim bilmaydi kimga o'tkazdiz-u, kimdan pul chiqib ketdi. Salbiy tomonlari pul adresini xato yozganingizda orqaga qaytarish yo'q. Misol uchun 32 ta, 33 ta harfli adres beradi. O'sha harfdan bittasi tushib qolsa ham pulingiz muallaq ketadi, qatgadir qaytmas bo'lib. Bu masala bo'yicha, kriptovalyuta bo'yicha hozirgi kunda tarmoqlarda menga eng ko'p berilayotgan savollar, umuman shu biznesga yaqinlashayotgan odamda ko'p tug'iladigan savollar bor, ya'ni kriptovalyuta halolmi? Hop, birinchidan, biron bir narsa shariatda harom bo'lishi uchun unga shar'iy hukm kerak. Ya'ni ayniqsa savdo bilan bog'liq bo'lgan narsada yo ribo aralashishi kerak, yoki qimor bo'lishi kerak, yoki harom narsa bo'lishi kerak. Kriptovalyuta xuddi kompaniyalarning aksiyasi kabi, bu tangalardan siz sotib olganingizdan keyin sizdan olingan pulga kompaniya o'zini ishlarini rivojlanishini yo'lga qo'yadi. Ya'ni xuddi aksiya kabidir va undan tashqari elektron puldir. Kriptovalyutasi hozirgi kunda McDonald's tarmoqlarida, avtosalonlarda va katta butiklarda oldi-sotdi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni nafaqat dollarga, qog'oz dollarga yoki perchisleniyaga yoki Visa kartaga, balkim kriptovalyutaga ham oldi-sotdi qilishingiz mumkin. Xo'p, endi shar'iy tomonda yonishadigan bo'lsa, hozirgi kunda ko'p menga olib kelishayotgan dalilligi, ya'ni palonchi harom dedi, pistonchi harom degan dalilda biron bir aniq shar'iy hukm bilan haromligi aytilmayapti. Ya'ni uni men hozir boblarini sanab chiqaman. Birinchidan, elektron pul bilan elektron pulli bo'lishligi o'zi halol. Biron bir olim yo'ki unda Visa karta bo'lmasa, misol uchun yoki Mastercard bo'lmasa, yoki perchleniyali plastik kartasi bo'lmasa, ya'ni qo'lga ushlab bo'lmaydigan pulli mavjud bo'lishi va u odamlarning hojatini chiqarishi shar'an halol. Ikkinchisi, pulni olib sotish halol. Ya'ni mana biz so'mga dollar almashtiramiz, dollarga so'm yoki dinar yoki liraga almashtiramiz. Bu narsa halol. Bundan tirikchilik qilish ham halol. Uchinchidan, shariatda biron bir mulkka arzon olib, qimmat bo'lgandan keyin sotish yoki qimmatga sotish bu ham shar'an halol. Ya'ni bu narsa ribo yoki qimor hisoblanmaydi. Biron bir narsani arzon olib, qimmat sotish. Bizani o'rganmoqchi bo'lgan biznesimiz ayni shudir. Xo'p, biznesda riski bor ekan deydi. Ya'ni dollar kriptovalyutalar ko'tarilib ketar ekan, tushib ketar ekan, shuning uchun mumkin emas deyishyapti degan gap bo'ldi. Riskni haromga chiqara olmaysiz. Chunki riski yo'q bo'lgan biznes yo'q. Misol uchun hozir men savdo ilmini o'rganmasdan turib Xitoydan biron bir mol olib kelsam, men uni sota olmasdan bankrot bo'laman. Ya'ni bor pulim havoga uchib ketadi. Shuncha xarajatlarim, samolyotda borib kelganlarim, uni yuk mashinada olib keltirganlarim. Shuning uchun riskni hech bir olim shariatda harom demagan. Chunki har bir biznes risk bilan bog'liq. Keyingisi, elektron pulni orqasida hech kim yo'q deyishadi. Aslida elektron pulni har bitta coinni jiddiy kompaniyalari bor. Uni tranzaksiyaga chiqargan bo'lsin, xoh u internet tarmog'ida biron bir texnik vazifani bajaruvchi bo'lsin, xoh u o'yinlarga ishlatilgan bo'lsin, uni orqasida katta kompaniya turadi. Misol uchun, Ethereum kriptasi uchun 163 milliard ajratilgan sarmoyasi bor. 163 milliard. Bu katta pul-da. Ya'ni orqasida coinlarning orqasida hech narsa yo'q deyishlik, bu aslida shu sohani o'rganib chiqmagan dindor odamlarning gapi. Shu sohani o'rganib chiqmagan. Ya'ni o'rganib chiqsa, fikri o'zgaradi. Aynan dollar va so'mni istagancha pechat qilishyapti. Misol uchun, biron bir iqtisodiy holat bo'lib qolsa, qiyinchilik davlatda. Misol uchun, dollarni Amerika urush ochsa, biron bir joyga yurish qiladigan bo'lsa, soldatlarga to'lashni xohlagancha pechat qilib oladi. Ya'ni dollar orqasida o'sha vazniga teng tilla qo'yilmagan. Endi shu kungacha jiddiy olimlarning suhbatini eshitsangiz, misol uchun Sheyx Munajjiddimi, aniq men harom deya olmayman deyishgan.
yaqinda mana Sodiqjon aka ham aytdilar, aniq harom deya olmaymiz, lekin shug'ullanmagan yaxshi dedilar. Ya'ni o'sha ilm bilmasdan turib, bu sohani o'rganmasdan turib, bozorga, birjaga kirib, palon pullarni tashab chiqib ketayotgan odamlarni nazorat tutgan holatda zararni olish maqsadida mumkin emas deyilgan, lekin harom deyilmagan. Endi harom deb keskin gapirgan odamlar, misol uchun mana Muhammad Taqiyni aytishdi, keyin O'zbekistondagi odamlarni aytishdi, ular kriptoni yaxshi o'rganib chiqmagan. Sababi kriptoda savdo qilmagan taqdiringizda ham bu elektron pul bundan endi jamiyat qochib qutula olmaydi. Ya'ni elektron pul odamlar hayotiga kirib keladi. Bo'lib ham hozirgi kundagi keskin urushlar, zilzilalar, suv toshqinlar bo'layotgan vaqtda dollardan ko'proq xizmat qilib beradi bu pul. Mumkin emas deyishiga sabab katta zararni olishni hozir aytdim. Keyin aksar olimlar aniq bir to'xtam kelmagan, ya'ni kutishyapti. Hozir savdoda odamlar ichiga singib ketsa, keyin biz halol deymiz, deyishyapti. Bu endi asossiz narsa. Sababi harom deyishga hali bir shar'iy hukm anaqasi bo'lmadi. Sababi bo'lmagan kriptovalyutani. Kriptoni naqd pul qilib bo'lmaydi, qo'lga ushlab bo'lmaydi deyishadi. Kriptovalyuta o'zini oti bilan elektron pul bo'lganligi uchun uni siz kartangizga solib, kartangizni любой bankomatdan dollar holatida yoki so'm holatida yechib ola olasiz. Bunga shak shubha yo'q. Xullas, aksara hukmlar hozirgacha kim harom degan bo'lsa, shoshmasdan o'qib chiqing, biron bir ichidagi jarayonni haromga chiqara olmaydi. Shu kriptovalyutaning narxi oshishi tushishini ro'yxat qilib, bu risk bo'lganligi uchun harom deb biza deydi. Kriptovalyutada birjaning ichida, misol uchun futures degan bo'limlari bor. Futures, staking, earn degan bo'limlar bor. U yerda aynan harom yo'nalishi bor. Ya'ni futuresda qimorga o'xshagan narx ko'tarilishiga yoki tushishiga stavka qilinadi, pul tikiladi. Staking bor. Xuddi bankdagi protsentni ko'paytirib bergan yoki earn bor. Shunga o'xshagan bo'limlar bor. Bular aniq haromdir. Bu narsani biz darsda ta'kidlab o'tamiz. Bizning yo'nalishimiz spot savdosi. Keyin savol tug'iladi. Misol uchun bir xil aytadi, qanaqa texnika kerak? Telefonni o'zida ham foydalansa bo'lmaydimi shu darslarni ko'rib deydi. Yo'q, telefonni o'zi kifoya qilmaydi. Eng kamida uyda kompyuter bo'lishi kerak yoki notebook bo'lishi kerak. Qanaqa xarakterli notebook bo'lishi kerak? Eski bo'lsa ham, palonchi yilliki bo'lsa ham, ishlatilib knopkalarning rangi o'chib ketgan bo'lsa ham farqi yo'q. Muhimi, hozir siz shu darslarni o'rganib pul topishga qodir bo'lishingiz kerak. Ya'ni birjadan pul ishlashni boshlaganingizdan keyin yaxshi pul topganingizda o'z ishtahangiz ochilib, yaxshi notebook olishga xohish ham bo'ladi, imkoniyat ham bo'ladi. Hozircha minimal talab operativ xotirasi kamida 8 GB bo'lishi kerak va Windows 10 bo'lishi kerak. Sababi Windows 7 larga TradingView programmasi tushmaydi. Planshet olsam bo'ladimi deydi. Yo'q, planshetda rasm chizish juda ham noqulay. Xuddi telefon kabi notebook bo'lishi kerak. Hozircha o'sha imkoningiz doirasidagi texnikalarni o'rganing, keyin inshaalloh pulingiz bo'lganda yaxshi notebook olish bu muammo bo'lmaydi. Endi qancha vaqt ajratish kerak? Birinchidan, dars tayyor video holatida yuklanadi. Ya'ni Telegram kanaliga, dars kanalimizga, gruppamizga yuklayman. Kun davomida qachon sizni vaqtingiz bo'lsa, o'tirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Va ko'rib bo'lganingizdan keyin albatta uy vazifalarini qilishingiz shart. Bo'lmasa, mendan olayotgan bilimingiz tatimaydi va sarflagan pulingiz bekor bo'lib ketib qoladi. Dars yuklangandan keyin ertasi kuni Toshkent vaqti bilan soat 10 da kechasi va Turkiya vaqti bilan kechasi 8 da onlayn stream qilib darslarni tekshirib chiqamiz. Ya'ni u vazifalarni ko'rib chiqamiz. Kimni savol bo'lsa savol beradi. Ya'ni jonli biz bir-birimiz bilan diydorlashamiz inshaalloh. Dars taxminan 15 ta 20 ta video darslik bo'ladi. Balkim undan kam bo'lishi ham mumkin. Muhimi sizlarga yetib borishi. Darsni men shunaqa darajada tayyorlaymanki, eng fikrlashi sayoz odam ham tushunib oladigan bo'lishi kerak. Shunaqa osonlik bilan. Sababi o'zim darsliklar ko'p sotib oldim shu soha bo'yicha. Smart Money juda og'irlik bilan tushundim. Ya'ni terminlarni o'rgatmasdan
vaziyatni o'rgatmasdan xuddi professionalga dars o'tgandek o'tib ketgandek, hatto ba'zi darslarni 5-6 martadan qayta ko'rishga to'g'ri keldi, 1 soatlik darslarni. Keyin YouTubedan qo'shimcha darslar ko'rib, mana shunaqa qiynalib tushundim-da. O'shaning evaziga endi men kimki meni sotsial tarmoqda tanisa biladi, oldin ham darslar chiqarganman. Meni darslarim osonligi bilan va yengil tushuntirishligi bilan tanilgan. Xo'p, darsimizni o'rta hisobda 2 oy va 2 oydan oshadi. Sababi uy vazifalarni tekshirishlar bilan shu muddatga boradi. Haftada 3 marta dars yuklanadi, 3 marta stream bo'ladi. Hop. Kurs yakunida birjaga baravar kiramiz. Ya'ni birjada ishlashi, qaysi birjani yuklash kerak, qanaqa qilib undan verifikatsiya o'tiladi, u narsalarni kurs yakunida tushuntiraman. Sababi kurs boshida sizni ishtahangiz baland bo'ladi. Agar birjani dars o'tadigan bo'lsangiz, siz birjaga kirib, ichiga pul tiqib, uni yo'qotishga ham ulgurasiz-da. Shuning uchun birinchi kurs tugatib olamiz, keyin birjaga birga kiramiz. Yaxshi bitirgan o'quvchimizga $500 sarmoya men niyat qilib qo'ydim berishni. Ya'ni kim faol bo'lsa va analizlari go'zal chiqishni boshlasa, texnik analizlari, ya'ni foydaga chiroyli kirishni boshlasa, men o'zim $500 sarmoya berishni niyat qildim. Sizlarga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Ya'ni har kuni hisobingizga $200 tushib turishini xohlaysizmi? Shu narsani so'ramoqchi edim. Agar xohlasangiz, mana shu kursni yaxshilab o'qing, o'rganing, uy vazifalarni qiling-da. Men sodda o'rgatgan narsamni, shundoq chaynab bergan narsamni yutsangiz, inshaalloh shu kursdan keyin o'zingiz ham kursni tashkil qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qancha ko'p odamga o'rgatsangiz, shuncha bilimingiz mustahkamlanadi, shuncha ko'p pul topasiz. Misol uchun $200 dan bo'lsa ham mayli, o'rgatish boshlagan taqdiringizda ham har kuni bittadan odam obuna bo'lsa, $200 dan pul kelib turadi. Xo'p. Shu bilan biz darslarimizni boshlaymiz inshaalloh. O'zi savol tug'iladi, savdo qanaqa qilinadi? Kripto savdosi, mana aytdim, bu tangalar, elektron pullar. Buni biz arzon vaqtida sotib olamiz, qimmat vaqtida sotib olamiz. Ya'ni arzonlashganda sotib olamiz, qimmat vaqtida sotamiz. Biza o'rganadigan narsa nima? Bu o'zi sodda narsa-ku, buni robot ham biladi-ku, bot qo'yib qo'ysa ham bo'lmaydi, olib sotish kerak. Yo'q, biz qachon aynan sotib olish kerakligini o'rganamiz. Ya'ni chunki kriptovalyuta misol uchun narxi qulayotganda bitta zina qilib yana pastga ketishi mumkin yoki yuqoriga ketishi mumkin. Mana shu narsalarni oldindan tahlil qilishni o'rganamiz. Ya'ni biron bir kriptovalyutani tahlil qilib turib, uni tepaga ketishini bilamiz, oldindan necha foizligini bilamiz. Bo'lib ham smart money uslubida klassikada misol uchun 4-6% ga o'tirilsa, klassik uslubda profitlar, ya'ni profit degani natija. Natijalar o'rtacha 15-20% bo'ladi va klassikadan smart money uslubini asosiy farqi, klassikada misol uchun savdoga kirilsa, u zina bo'lib ko'tariladi tepaga. O'sha zina orqaga qaytayotganda biza qilyapmiz deydi, klassikadagilar hamma savdodan chiqib ketadi. Smart moneydagilar bu yoqda kirgan bo'lsa biladiki, mana bu cho'qqiga chiqish kerak, chunki bu yoqda mana bu narsa orientir bor deydi. Xotirjam o'tiradi. Zina bo'lib chiqadi. Oxiri 20% hosil bergandan keyin savdodan chiqiladi, ya'ni sotib olamiz.